yurtqa yo'qlab Toshkentga chiqdim. U yerda bizning bir cho'ng dadimizning o'g'li bor. She'rga bek havas qildigan. Ammo u yerda cho'nglar Uyg'ur tilida, yoshlar, navrichavorlar o'zbek tilida paranchilik ekanda. Men dedim, ancha-muncha she'r yozib turyapsiz siz. Yozib turaman. Ko'plagan she'rlarni yozganman. Yuz chiqyapti. Ko'plagan ma'noli she'rlarni gazetga yuborsam, matbuotga bosmayapti. Nima ishga? Ma'no yo'q deyap. Shunaqa yaxshi she'rlarim bor, sizga o'qib berayin, ha? Deb bir ko'plik she'rni oldi. Ma'no bor yo'qligini o'zingiz biling. Yaz yaxshidir, yaz yaxshi. Yazdan keyin kuz bo'lar. 99 ga agar birni qatsam 100 bo'lar. Voy bek ma'noli qilgan bo'lsam. Yana bir ko'plik bor. Daryodan suv ketganda qash ko'rinadi. Tuvoqni ko'tirsangiz ash ko'rinadi. Sochni oldirsangiz bosh ko'rinadi. Ko'sa odam har doim yosh ko'rinadi. Shunaqa ma'noli she'rlarni yozib yuborsam bosmay, boshqa bir shoirning she'rlarini gazetga bosdilar. Uni ham ashulachi qiz yigitlar qo'shiq aytib restoranda ohangga solib qo'shiq aytib yurishibdilar. Sho'xshiq o'ynang yorim daryo bo'yinda, sho'xshiq o'ynang yorim daryo qirg'oqlarida. Nimaga sho'xshiq o'ynaydi daryo tursa? O'ynayotganda shalaqqada suvga tushib ketsa qanaqa qilasiz? Ha? Men ham yozish kerak, biroq oqibatni o'ylash kerak-da. Men ham o'zgartib yozdim, sho'xshiq o'ynang yorim rishatkasi bor daryo bo'yinda. Demak, cho'nglarning qiziqishi, yoshlarning qiziqishi har xil bo'ldi. Cho'nglar uningga o'xshamaydi. Yashangan kishilarimiz, cho'ng dadlarimiz, otalarimiz, ya'ni o'ziningki burungi ishlari o'tmish to'g'riliq paranglashdi. Mening bir cho'ng opam bor Urumchida. Davomli kechida ko'rgan ishni atdiganda o'raydigan. Oqshom qarang tushimda, mush ko'p osmonda uchayotgandekmi? Bir kanda yenimda birisi ushqanda qildi, mashtali qarasam, buni televiziyada ovoz berdigan yolqin safar, mashak bir chambarakni taqab olibdi, uchayotgandek. Men voy, bu bola g'aribga o'z yolg'iz nomag'ili menibdi-da, degidekmi? Esa yendik ayol, voy ushqa yaxshi. Shuning bilan qarang'ish bir kanda mush olim kamlarning kuni qorasi degidekmi? Eliq peshayvallar o'lib bitsa, moyoqda bir qor yog'ashining tegida Umarjon olim mashadin bir qo'da cho'rtli yo'q, putida duttachilib, onam-onamni yetyapti. Bir kamdilar mush oppoq tumanning ichida yurgidekmi? Tumanning ichidan oppoq chapanni kiyib, oq atni minib, qo'lda bir ta jajagayni shimib, ramatga yashaysiz. Kevatqidek. Voy deb yeniga borsam, heliq jajagayni menga beribdi-dek, men opdi-dekmi des. Voy jajagay bagini yo'ligini arvala yo'laydi. Ang'ichlab mushu jiyanning ichidagi heliq koni to'no degidekmi? Ha, zo'ning qizlarni yaqqan. Esh to'noda odilmijit ha deb noy qilyapti-dek. Bir kamdikillar mush ko'ngsil ko'chib ketpag'idekmi? Oyoqdan Dilshatroydin o'z-ko'zi qancha izga qechib ketyapti-dek. Kendini Hamid otni minib qo'g'layapti-dek. Haqla, haqni do'rg'anning aqvati yomon deyapti-dek. Ang'ichlab moyoqdan ishki chamadonni so'rab Mirzat olim ketyapti-dek. Voy balam, nega ma'lumsiz o'y desam, Urumchida tako'chilarni chiqyapti. Tako'chiga ko'ngan odam cho'nko'chiga ko'namaydi, qashqaga mangdim deyapti-dek. Ana shundoq uzun tishlarni ko'ygan mehribon onalarimiz, xushchaqchaq otalarimiz bizning baxtimizga salomat bo'lsin. Qiz, o'g'il, kelin-ketak, kishi-o'g'il, navri-chavrlar yig'ilgan mana shundoq ulug' oyam kunlarda uylarimizga barakat yog'sin. Tilaydiganim ilohim, etliq dasturxonlarimiz mo'l bo'lsin, to'y ustiga to'y bo'lsin. Rahmat.